Xo'sh, barchaga salom do'stlar. Sizlar bilan yana SmartBet kanali do'stlar. Xo'sh do'stlar, bugun yana bir video qilishga qaror qildim. Ya'ni bu yerda shotimiz hozirda Rusdamiz, e'tibor berishingiz mumkin. Shuningdek, shotimiz rublda. Hozir biz 15.000 rubl depozit qilgandik. Hozir stavka qilib qo'yganmiz bu yerda do'stlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Mana o'sha ikkinchi stavkamiz ham o'tdi. 13.900 dan. Xo'sh do'stlar, ya'ni nima demoqchiman? Kontora Linebet 13.000, ya'ni 14.000 hozirda shotimizda pul bor. Bu gidetda 150 dollardan oshadi ozgina. So'mga chiqadigan bo'lsak 2 million yo'q, 2 millionga yetib bormaydi. 1.900.000 shunaqa pul bo'ladi. Xo'sh do'stlar, nima demoqchiman? Bugungi darsligimiz, ya'ni video desak ham bo'ladi. Mortal Kombat, Kibersport Mortal Kombat bo'yicha stavka qilishni ko'rsatib o'tmoqchiman sizlarga do'stlar. Mortal Kombat X bu Kibersport bölümde mavjud do'stlar. Xo'sh, endi do'stlar, bu yerda mana raundlar bor. Ikkita Mortal Kombat jangchilari jang qiladi. Biladiganlar ko'p bo'lsa kerak. Bu yerda mana round 2 deb qo'yib, o'sha ikkinchi raundga o'tdi. Mana g'alaba 1 Kotalxon yutsa, g'alaba 1 ga pul qo'yadigan bo'lsak, masalan uchun bunga agar pul tikiladigan bo'lsa, ikkinchi raundda Kotalxon yutsa, buni 4 koeffitsiyentida pulimiz ko'payadi. Ya'ni misol 1000 so'm, 1000 rubl pul qo'yadigan bo'lsak 1400 so'm bo'ladi. 2G2 ham xuddi shunday ikkinchi raundda o'zi ko'rsatib qo'yadi. Mana 3 o'sha 3 ga o'tdi. Ikkinchi raund boshlandi. Ikkinchi raundga uspet qilgan, tikmagan, tikmadi. Ya'ni garov o'sha 3-chi raundga ko'rsatyapti. Hozir bu ikkinchi raund. Agar hozir tikadigan bo'lsak, bundan keyingi raundga, ya'ni 3-chi raundga stavka qilamiz. Bu yerda undan tashqari raund davomiyligi bor. Ya'ni 32 tadan ko'p yoki 32 tadan oz. Mana bu yerda ko'rgan bo'lsanglar, mana ketyapti hozir. 80-79 deb orqaga sanayapti. Ya'ni 90 ming sekundlik bo'ldi. Shuni hisobiga 3 sekundda o'sha bo'lsa, ya'ni 32 tadan oz bo'lsa, 32 tadan ozga 32 tadan oz bo'lsa, 32 tadan ko'pga kerak bo'ladi. O'shaga mumkin hozir uje 32 tadan ko'p bo'ldi, ya'ni 50 sekund. 90 dan boshlansa 52 sekund tugadi. Hozir hisobdan 38 sekund bo'ldi. 38 bundan tashqari bu yerda bank do'stlar, bu yerda statistikani ko'rsatadi. Ya'ni unda bir stavka qilishni boshladim. 2 raunddan beri mana Kotalxon yutyapti, mana yutibdi. Endi do'stlar, biz bunisiga e'tibor bermaymiz, ya'ni g'alaba 1 yoki g'alaba 2 ga pul qo'ymaymiz. Biz asosan mana bu yerda raund, ya'ni bu yerda raund davomiyligi degan bo'limidan stavka qilamiz. Masalan, men hozir 2 raund 3-chi raundni kuzataman. Xo'sh. Xo'p, mayli, bu chiqib turamiz. Mana bu yerda Taniya bilan ikkitani urushyapti ekan. Xo'sh do'stlar, Johnny Cage bilan Aaron Black. Bu hozir 1 minutdan keyin boshlanar ekan. Men birinchi raundiga Johnny Cage bilan Aaron Blackga 31 sekunddan ozga garov qo'ymoqchiman. 1000 rubl. 1000 rubl. Ya'ni do'stlar, Dagon tushunasizlar, Dagon degani ya'ni 31 dan ozga men tikdim. Hozir birinchi raundda agar 31 tadan ko'p bo'lib ketadigan bo'lsa, ikkinchi raundiga sirazi Dagonga qilib 2000 rubl stavka qilaman do'stlar. Va bitta jangdan bir marta g'alaba olsam bo'ldi. Bundan keyin boshqa g'alaba tikmayman. Ya'ni nima demoqchiman? Mana bu misol uchun o'yin bo'lyapti, ha do'stlar. Mana Kotalxon bilan qaysidir Jackway Brings urushyapti ekan, 4-chi raund. Internet biroz mana 4-chi raundga misol uchun men 32 tadan ko'pga garov qo'yaman 4-chi raundga 1000 rubl. 1000 rubl tikmoqchiman. 4-chi raund 32 tadan. Yo'q, uspet qilmadik do'stlar. Hali buni kutib turamiz. Taniya xo'sh do'stlar, bu yerda biz ikkita stavkamiz bo'lgan. Bu yerda xo'sh. Do'stlar, xo'sh. Biroz internetimiz yaxshi ishlamayapti do'stlar. Videoni hozir to'xtatib turaman do'stlar.
keyin davom ettiramiz internet ishlagandan keyin. Bo'ldi, ishlab ketdi do'stlar. Mana bu yerda tennisga 1,5 million ko'p qo'yganmiz. Undan tashqari bu yerda kupon 1-2 ta. Kuponlar ko'rishingiz mumkin. Eski o'yinning 500 rubl jalga emas. Xo'p do'stlar, mana uji yutdi mana. Johnny Cage va Aaron Black 31dan oz ketdik yutdi. Mana uji 2000 rubl bo'ldi. Ya'ni mana shu o'yinni bo'ldi, bir marta yutdim, bo'ldi, shu joyda to'xtadim. Ya'ni bu o'yinga qaytib keyingi raundlarga pul tikmayman. Agar yutqizsam Dagon bilan ketaman xuddi o'sha nimamga yoki boshqa yutsam qaytib tikmayman. Bu o'yin uji mana bu bir marta foyda oldi, 1000 rubl bo'ldi. Bunga qaytib tikilmaydi endi. Strategiyam bo'yicha do'stlar. Va keyingi nimalarga o'taman. Misol mana ko'tarilganlar. O'sha 5-raundga yetib ketdi. Men 5-raund juda ham oz urushyapti ekan. 6-raund o'tib ketib qoldi. Xo'sh. 6-raund bo'lishiga men yana 1000 rubl tikaman. Ya'ni 31dan ko'pga. Garov tikildi do'stlar mana. 6-raund degan mana bu yerda ko'rsatib qo'yadi, bilasizlar. Mana hozir bo'layotgan 5-raund, bundan keyingisi 6-raundga mana 32 tadan ko'pga, 32 sekunddan ko'pga garov qo'ydim men. Xo'sh, agar qaytadigan bo'lsak, Johnny Cage to'xtadi. Takide Takeshi bilan Keno mana 2 minutdan keyin boshlanar ekan. Do'stlar, biz Telegram kanalimiz SmartBet, ya'ni bu kanalda men kommentariyaga silkasini qo'yib qo'yaman. Mana do'stlar, mana bu silka orqali qidirib topib qo'shilib olsanglar ham bo'ladi. Do'stlar, SmartBet kanali va hamma kontoralar uchun promo kod SMART77 promo kodi orqali ro'yxatdan o'tsanglar bo'ladi. 100% bonus beradi va haftada 3 marta cashback olasiz. Tikkan garovlaringiz evaziga. Va do'stlar, bundan oldingi videolarimiz ham mavjud YouTube kanalimizda. Mana YouTube kanalimizni ham podpisatsiya bo'lib, foydali videolarni ko'rishni davom etamiz. Kanalda bosib qolishingizni iltimos qilgan bo'lardim va Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmasanglar bo'ladi. Bundan tashqari live kazino bo'yicha ham streamlar bo'ladi. Bunda ham har xil strategiyalar o'rgataman do'stlar va kuponlar. Xullas, kanaldan uzoqlashmang. Xo'p, o'yinga qaytadigan bo'lsak do'stlar, Keno bilan Takide Takeshi. Ya'ni bularni men qaysi biri bo'lishi, qaysi biri men o'ynashini, ya'ni jangchilar, mana bu jangchilar tez yoki sekin, tez urishsa men shu o'ynaydi, sekinroq urishadigan bo'lsa boshqa o'ynaydi. Bu ikkalasi hozir tez, ikkalasi ham tez urishadi, ya'ni tez jonini oladi. Mana shuning uchun men birinchi raund 34 tadan oziga garov qo'ymoqchiman, 1000 rubl. Hop, internetimiz biroz qo'tyapti nimagadir. Bu yerda bu yerda do'stlar stavkamiz qayta o'tib qoldi. Ya'ni 5 raund уже tugabdi. 5 raundda kim yutsa o'sha g'alaba bo'ladi. Agar teng-teng bo'lib qolsa, stavkamiz qayta o'tib qoldi. Xo'sh do'stlar, Mortal Kombat X ga qaytamiz. Ha. Takide Takeshi. Aytib o'tganimdek, bu ikkalasi ham tez urishadi. Shuning uchun men birinchi raundga isbot qilmadim. 34 tadan ozga qo'ymoqchiman va 34 tadan oz ketdi. Chunki 6 sekundga to'xtadi. Mana jonim oldi. Hozir 28 sekund davom etdi. Xo'p, endi ikkinchi raund tugaga men bo'lishiga Dagon bilan 2000 rubldan 2020 bo'lishi Dagon bilan stavka qilishni boshladim. Azartga berilmaydi, iloji boricha do'stlar, azart. Ya'ni 2 marta, 3 marta Dagon qilinglar, o'xshamadimi bo'ldi, boshqa o'yinga o'tib ketish kerak, ya'ni boshqa nimaga. Chunki ko'p azartga berilishi yaxshi emas. Xo'p, 2000 rubl stavka qilib qo'ydik. Va do'stlar, bu yerda kibersport bo'yicha keyingi darsligimiz FIFA penalti bo'yicha bo'ladi. Mayli, biroz bunga ham bir stavka qilib o'tib ketishga harakat qilaman do'stlar. Mana FIFA penalti 18 Telegramda kanali mavjud. Telegram kanalini ham keyingi video darsligida tashlab qo'yaman. Ya'ni statistikalarni aytib turadigan do'stlar. Bu FIFA penalti ham xuddi shunday. Ya'ni jamoa 1, jamoa 2, ya'ni Bavariya, Arsenal bir-biriga penalti tepishadi do'stlar. Ondan tashqari 5 ta goldan ko'p yoki 5 ta goldan oz mavjud. Asosan shularga tikiladi do'stlar. Fora, ya'ni real futbolda qanday bo'lsa, xuddi shunday bo'ladi. Ya'ni fora 1,5 minus. Agar Bavariya 2 ta gol farq bilan 3-1, 4-2, 3-0, 2-0 farq bilan yutadigan bo'lsa, foraga stavka qo'ygan bo'lsak, agar biz 4 koeffitsiyentga ko'payadi do'stlar. Hozir mana bu yerda ham natijalarni ko'rsatadi.
oxirgi natijalarga bir qarab olamiz. Bavariya ketma-ket 3 marta yutibdi mana do'stlar. Biz endi Bavariyani yutqizishiga stavka qilmoqchiman men hozir. Ana statistika, ya'ni aytganimdek keyingi video darsligimiz FIFA penalti bo'yicha bo'ladi. Men strategiyalarni o'rganib chiqib aytib o'taman, ko'rsatib o'taman keyingi darsligimizda. Bunga ham 2000 rubl hozir shunchaki qo'yib ko'ramiz. Xo'sh, garov tikildi. Bunimiz yutqizibdi, ya'ni yana men ish bo'libdi. Aytganimdek, sizlarga aytib o'tganimdek, bular tez urishadi degani. Shuning uchun, ya'ni hozir 3-raundga garov tikishga uspet qilmadik. Kelinglar 4-raundga garov tikamiz. Ya'ni Dagon bilan. Hozir 3-raund nima bilan tugashini ko'rib olaylik. Internet biroz yaxshimiz, nima qanday edi? Do'stlar, aytib o'tganimdek, Telegram va YouTube kanalimizga obuna bo'lishingizni chiqmasin. Bundan da foydali videolarni hali davom ettiramiz. Bundan tashqari Games, har xil kazino hammasiga iloji boricha realni pul ko'tarish, ya'ni pullarni ko'paytirish, azartga berilmasdan shular haqida video qilib joylashni va kupon, bundan tashqari kibersport bo'yicha stavkalarni tashlab borishni davom ettiraman qo'ldan kelgancha. Xo'sh, 3-raund nima bo'ldi? Bo'lishi aytdim, Dagon. Bitta Dagon bilan o'sha o'tardi ekan bo'lishi. Mayli endi, xo'sh, riskonni 5-raundga men, ya'ni 4-raundga bo'lishiga Dagon bilan 4000 rubl stavka qilmoqchiman. Yo'q, yana uspet qilmadik do'stlar. Internetimiz biroz yaxshi emas. Xo'sh do'stlar, bu yerda aytib o'tganimdek, xo'sh, Bavariya va Arsenalda Arsenal g'alaba qozondi. 3 marta ketma-ket Bavariya yutgandan so'ng Arsenal g'alaba qozondi yana Bavariya. Ya'ni bu stavkamiz o'tdi 100 ga 100, chunki bu yerda koeffitsient ko'rib turibsizlar. Xo'p, ortga kambatga qaytamiz. Bunga 5-raundga xo'sh. Men ishiga men Dagon qilaman. 4,5 rubl. Endi tikilsinda ish qilib. Yo'q, yana uspet. Do'stlar, menda qandaydir internet biroz yaxshi emas. Albatta buni stavkamiz o'tdi. Xo'p. Oxirgi stavka mana Ko'ngilyo bilan nimaga xo'sh 23 tadan oz yoki 23 tadan ko'p. 3-raund 23 tadan ozga garov tikmoqchiman do'stlar. 4,5 rubl. Menimcha bunga ham uspet qilmaymiz. Change your name to Liu Kang. Xo'sh. Oxirgi stavkamiz bor. Stavkamiz qo'yildi do'stlar, mana 4-raund mana bu yutish kerak. Hozir boshlanadi do'stlar. Oxirgi stavkamiz
Xullas do'stlar, kanaldan uzoqlashmaymiz. Like bosish esilardan chiqmasin do'stlar. Telegram kanalimizga ham obuna bo'lish esilardan chiqmasin. Bundan da zo'rlar ham oldinda. Bu FIFA penalti 18, ya'ni mana buni bundan keyingi videomizda darslik qilib chiqaraman. Statistika kanallarini ham tashlab qo'yaman. Mana do'stlar, bemalol ko'rishingiz mumkin. Bavariya bilan hozir Real Madrid o'ynayapti ekan. Real Madrid yutish ehtimoli juda yuqori turibdi. O'zi koeffitsiyentdan bilishingiz mumkin. Va gol urdi ham Real Madrid. Xo'sh, to'pdan batimiz. 4-raund. Ko'ngli o'yib ketmasa agar yo'q do'stlar, stavkamiz o'tmadi. Yaxshi, stavkamiz o'tmadi do'stlar. Dagon qilamiz do'stlar, ko'ngli yo'q. Ejen Kuleysga yana vabank urmoqchiman do'stlar. Risk oxirgisi. Risk ketdi. Bu yerda jonli o'yinga ham stavka qilib qo'yganmiz. Undan tashqari kuponlarimiz ham mavjud. 10 koeffitsient do'stlar. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'rib, xohlasangiz stavka qilib qo'yishingiz mumkin. Agar video chiqarguncha o'yin tugamasa. Xo'p do'stlar, ko'ramiz. 5-raundda olarmikan? Yaxshi do'stlar. Ajoyib. G'alaba zo'r bo'lsin. Biz stavkamiz. Aytib o'tganimdek, Another day. bitta o'yindan bir marta foyda qilish kerak Dagon bilan iloji boricha. Shundan keyin bu o'yinga qaytib tikmasligi. Mana hozir Dagon bilan foyda qildik. Minus bo'lgan bo'lsa ham, Dagon bo'lgan bo'lsa foyda qildik. Endi misol uchun mana bu o'yinlarga va buni pastidagi mana bu o'yinga tikish tavsiya beraman. Statistikaga qarab, ya'ni buni ham bo'lishi menshi, qaysi o'yinchilar bo'lishi, qaysi o'yinchilar menshi o'ynashini Telegram kanalimizga tashlab qo'yaman. Shu statistikaga qarab, masalan, Kitana va Kunjin tez urishadi, bir-birini jonini tez uradi. Shunga qaraysizlar, boshqa o'yinchilar ham shunday yozib chiqilgan. Tez urishgandan keyin do'stlar raund sekundi oz bo'ladi, ya'ni mana bu. Shunga Dagon bilan misol uchun birinchi raundga 1000 rubl, ikkinchi raundga agar o'tmasdan bo'lishi bo'lib ketadigan bo'lsa, ya'ni mana bu bo'lishi bo'lib ketadigan bo'lsa, ikkinchi raundga 2000 rubl. 5 raund davomida baribir menshi o'tadi, chunki bular ikkalasi ham tez urishadigan jangchilar. Shuning uchun shu narsaga tayanib stavka qilishinglarni maslahat berardim. Ya'ni behuda pulni sovurmasdan. Xo'p do'stlar, hozir bizda oz bo'lsa-da foyda bo'ldi. Videoni shu joyda to'xtatmoqchiman. Video ham cho'zilib ketdi. Bundan keyingi videolarda batafsil bundan da zo'r strategiyalarni topib chiqarishga harakat qilaman. Videoni Telegram kanalimizda ham topishingiz mumkin. YouTube kanalimizga a'zo bo'lish esingizdan chiqmasin do'stlar. Hammaga xayr, salomat bo'ling.